Assalomu alaykum, YouTube Arzor kanalining qadrli obunachilar, sizlarga yana Andijon oshxona mebellari. Bu safargi mebelimizni Andijon viloyati Jalaquduq tumaniga olib kelib stanovkasini tugatdik, xudo xolisi. Birinchi o'rinda materialni aytadigan akril material, Kashtan firmaniki. Bular ham akril va akrilni ham Matvisdan ishlab berdik. Eshigini chekalari plastmassa kronka, germanskiy stanovda qilingan. Oshalari 100% vakuumli. Korpuslari ham rossiyskiy laminat, полный stanovda qilingan korpuslari ham. Tagiga gaz bo'lib qo'yadigan joy qilib berdik. Keyin рабочий stoldan keyin gaz plita, tagiga duxovka, tamashli duxovka tushadi. Tepasiga dimoxodlarning stanovkasini qilib berdik. Moykasi bunaqa moykadan bo'ldi. Hashir klaviatura, pianinoning moyka, uni santeyni stanovka qilib beradi. Moykani tepasiga sushilka qo'yib berdik. Moykani pastiga g'aladonga qoshiqdon, musul paqillari, g'aladonni qoshiqdonlari ham bor. Stolishnisasi, rossiyskiy stolishnica, zavodniki, o'zimizni Toshkent, Qo'qon yo Andijonniki emas, Rossiyaning zavodskoyi, suvga, navga, issiqqa, sovuqqa chidamli narsa. Orqalari haqiqiy granit bo'ldi. Granitni o'zimiz yopishtirib berdik, mebel bilan birga. Burchakli ish bo'ldi. Burchakda eng oxirida xolodilnik yonida mikrovalnovkaga joy qo'yib berdik. Xolodilniklar endi olib qo'yiladi. Mebelimizni poldan patologgacha общий uzuni 290 bo'ldi. Bu tarafda xolodilnikdan burchakgacha 260 bo'ldi. Burchakdan mebelimizni tugashigacha 4 metr bo'ldi. 660 joyga hammasi akkuratniy bo'lib joylashdi. Eng tepasi high-tech variant, antresol variantda bo'ldi. Polkalari ham 3 qatordan bo'ldi. 2 qatorda bo'lingan emas, 3 qatordan bo'ldi. Buni eng glavniy tarafi Aristonni qanday joylashtirsam bo'ladi deganlarga mana o'ta ham akkuratniy yechim. Ariston bemalol sig'ib oladi. Shunaqa kirib kirasiz burchaklarimizni. Kimga qanaqa mebellar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Buni hozir ko'rib turgan rangida balotoviy oq bo'lsa, buni xohlagan ranglardan qilib bersak bo'laveradi. Hech qanday muammosi yo'q. Xonani o'ziga qanaqa rang tushishini biz o'zimizdan tavsiya beramiz birinchi o'rinda. Telegram orqali murojaat qilsanglar, kataloglar bor, tashlab beramiz o'zingizlarga. Xohlagan ranglarni tanlab olasizlar. Respublika bo'yicha xohlagan joylarga qanaqa metrda bo'lsa yetkazib bera olamiz, muammosi yo'q. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Endi buni 1 metrini aytadigan bo'lsak, mo'ykani tepasida sushilkasi bizdan bo'ldi. Mo'ykaning ichida pastida musul paqir bizdan bo'ldi. G'aladonda plastmassa qoshiqdon bizdan bo'ldi. Granitlari bizdan bo'ldi. Balandligi 290 ni 1 metrini hamma yo'lni tozalanish ishlari 3,5 million so'mdan yasab berdik. Mo'yka, gaz, vitishka, mikrovalnovka, duxovka, xolodilniklar hammasi xonadon o'zini egasidan bo'ldi. Kimga qanaqa mebellar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Rahmat, ta'minlayman.